Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Bugungi darsimizda onlayn platformalardan Plickers'ni ta'limda qanday qilib qo'llash mumkinligini ko'rib chiqamiz va bundan albatta o'zingiz xulosa qilib darslaringizda foydalanasiz degan umiddaman. Demak, biz birinchi darsimizda akkaunt ochish mavzusini qildik. Ana undan keyin Sandbrowser bo'ladimi, Google bo'ladimi? Mana bu tartibda spetsial o'rnatish ko'rib chiqdik. Mana o'sha akkauntimiz mana va bugungi o'rganadigan saytimiz kelishganimizdek Plickers. Plickersga platformaga kirganimizda albatta akkaunt so'raydi. Akkauntdan orqali tizimga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Va men tavsiya etgan bo'lardim, har doim imkon darajasida pervesti, ya'ni o'zbekskiy rejimga o'tib olsak, biz o'qituvchilar biz aytaylik informatika o'qituvchisi bo'lamizmi, ingliz tili o'qituvchisi bo'lamizmi, mehnatmi yoki ona tilimi, adabiyotmi, matematikami farqi yo'q. Qaysi fan bo'lsa ham o'zbekchada bo'lsa bizga biroz osonroq bo'ladi. Demak, tizimga kiramiz. Tizimga kirganimizda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, avtomatik tarzda kirib ketdi. Ya'ni akkauntimiz mavjud bo'lganligi sababli. Agar bizda akkaunt bo'lmaganda edi, biz akkaunt ochishimiz yoki mavjud akkauntimiz orqali o'tishimiz kerak bo'lardi. Shuning uchun biz birinchi darsimizda akkaunt mavzusini ko'targan edik. Mana kirishingiz bilanoq bu aytayaptiki, mana boshidan o'qib chiqishingiz ham mumkin. Sinf yarating. Ya'ni Plickersdan foydalanishning eng birinchi sharti bu sinf yaratish. Ikkinchisi test tuzib olasiz, chiroyli qilib. Ana undan keyin kartalarni, ya'ni cover kodlarni maxsus o'zlarining PDF varianti bor, uni yuklab olasiz, chiqarib olasiz qog'ozga va mana bu tartibda imkon darajasida sizda agar imkon bo'lsa shuni laminat holatga keltirib olishingiz kerak bo'ladi. Shunda juda ham maqsadli bo'ladi. Bu uzoq muddat foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Va mobil ilovangizga siz telefoningizga Plickers deb nomlangan dasturni o'rnatib olishingiz kerak bo'ladi. Mana Plickers o'rnatib olganingizdan keyin siz bemalol mana shu hozirgi foydalanayotgan akkauntingiz orqali shu o'rinda aytib qo'yishim kerak, kompyuterga ochilgan akkaunt telefonda ham bo'lishi kerak. Ya'ni ikkala akkaunt bitta bo'lishi kerak. Siz kompyuterda tuzgan testingizni telefon orqali ishga tushira olishingiz uchun akkaunt bitta bo'lishi kerak. Shuni yodda tutishimiz kerak. Demak, nazariy qismini bilib oldik. O'zingiz ham mana shu saytga kirib akkaunt orqali o'zingizga akkaunt ochib olganingizdan keyin mana bu yozuvlarni o'qib chiqishingizni tavsiya bergan bo'lardim. Demak, birinchi bo'lib biz nima qilamiz? Biz birinchi bo'lib yangi sinf yaratamiz. Sinfga yozamiz. Masalan, aytaylik 9A sinf deymiz. Sinf yaratish. Sinf yaratildi. Endi mana bu joydagi so'zlarga e'tibor bermaymiz, chunki tarjima qilganda noto'g'ri tarjima qilib qo'yishligi mumkin. Endi 9A sinf yaratildi. 9A sinfga endi talabalarni qo'shamiz. Mana bu joyga qo'shamiz. Birinchi qo'shilgan talabangiz birinchi cover kodning egasi bo'ladi. Mana bu. Shuni o'rinda keling hozir buni asli kundalik.com saytiga kirib turib, o'zingizning gruppangizni ism familiyasini Excelga yuklab olib turib, bu yerga joylab ketish ham mumkin. Bundan osonrog'ini ko'rsatib beraman. Masalan, mana Habibxon degan o'quvchimiz. Aytaylik, Farizoda, Surayyo, aytaylik Alijon ismli o'quvchilar bor. Keling 3 kishini qilib qo'yaylik. Qo'limda hozir yonimda 3 ta bor ekan. Mana 3 ta Surayyo. 3 ta o'quvchini yuklab oldik. Mana o'quvchimiz bor, sinfimiz bor. Ana endi biz nima qilamiz? Endi biz mana e'tibor bersangiz, ajoyib boshlading deyapti. Sinfni yaratding, talabani qo'shding, endi savol yarat deyapti. Yangi to'plam qilamiz. Shunda bizga aytadi, savol yozing deydi. Masalan, savolni yozamiz. Aytaylik, kompyuter avlodlari nechta deylik, osongina savol. 1, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Endi men
vaqtdan unumli foydalangan holatda tuzyapman. Siz o'zingiz buni chiroyli qilib ChatGPT ga murojaat qilib, ajoyib testlarni yaratib, javoblar bilan kopirovat, listavit qilib yaratsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Plusni bosamiz, ikkinchi testga o'tamiz. Aytaylik, osonroq test qanday tuzsak bo'ladi? Aytaylik, Word dasturi ish sohasi nima? Matnlar bilan ishlash va yaratish. Bunisi elektron jadvallar, taqdimotlar, rasmlar bilan ishlash. Keling, videomizni vaqtini cho'zmaymizda mana shu tayyorlagan ikkitagina testimizni ko'rib chiqamiz. Keling, shu o'rinda bunga ozgina bezaklar berishni ham ko'rsatib bermoqchiman. Bu yerda mana shu kompyuter oldida nechta degan joyga siz video qo'yishingiz, ovozli qo'yishingiz, GIF fayllar qo'yishingiz va o'zingiz ovozingizni yozib qo'yishingiz ham mumkin. Keling, rasm qo'yib ko'ramiz. Bu yerga aytaylik, kompyuter deb yozaylik. Inglizcha yozsak topish oson bo'ladi. Mana kompyuter avlodlari nechta deganga aytaylik, mana shu kompyuterda qo'yib qo'yaylik. Ikkinchisiga Word dasturi haqida javob savol ketyapti. Microsoft Word deylik. Mana Word dasturini anaqasini qo'yib qo'ysak ham bo'laveradi. Ya'ni biz tayyorlatgan testimiz yana ham chiroyli bo'lishligi uchun harakat qilyapmiz, e'tibor berayotgan bo'lsangiz. Ana endi mana bu testimizni tayyorlab ham bo'ldik. Endi biz nima qilamiz? Biz tayyorlagan testimizni ishga tushirishimiz kerak. Buning uchun qanday amallarni bajaramiz? Demak, testimizni saqlab qo'yamiz. Mana shu yerda video. Mayli. Bu testimizni biriktirib qo'yamiz. Bu yerda ADD2QA 9-sinfga bog'lab qo'ydik. Ana endi bundan chiqib ketsak ham bo'ladi, orqa oynamizda turibdi. Endi sizning kutubxonangiz degan joyga kirsangiz, mana bu joyda sizni testlaringiz turibdi. Bulardan foydalanishingiz mumkin. Endi nimaga keldik? Endi biz kartalarni yuklab olishga keldik. Kartalarni yordam bo'limiga kiramizda Plikkes kartalarni oling degan bo'limga o'tamiz. Mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, hozir mana Plikkes kartalarini ko'ryapmiz, mana turibdi. Mana shularni yuklab olamiz. Standartlarni aytaylik 20 tasini, 40 taligini mana turibdi, yuklab olamiz. Mana yuklab ham oldik. Aytaylik рабочий stolga Plikkes kart. Va yuklanganlarni tekshirib olamiz. Mana shu faylni siz ham chiqarib olishingiz kerak bo'ladi. Mana birinchi o'quvchiniki, mana 1 raqami turibdi. Bu birinchi o'quvchimizniki. Mana birinchi o'quvchiniki, mana bu ikkinchi o'quvchiniki, bunisi uchinchi o'quvchiniki. Shu o'rinda Plikkes kartalarini tushuncha berib qo'yishimiz kerak. Xo'p, masalan, mana kartani ko'rib tursiz. Mana shu kartani e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu yerda mana bu holatda ko'rganimizda A ko'rinib turibdi. A. Kim A javob to'g'ri desa, mana shundoq ko'rsatadi. Kim B javob to'g'ri bo'lsa, mana bundoq tartibda ko'rsatadi. Kimda agar C javob to'g'ri bo'lsa, mana bunday holatda ko'rsatadi. Va D javobni esa mana bunday holatda ko'rsatadi. Endi shu yerda o'quvchilarga o'rgatishimiz kerak. Bundan foydalanayotgan paytda imkon darajasida mana bu qora bo'lib turgan QR kodni qo'llari to'sib qolmasligi kerak. Ya'ni mana bu holatda ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. O'quvchilarimiz ham xuddi shu holatda. Qancha uzoqlik masofa bo'lishidan qat'iy nazar, telefonni skaner dasturi osonlik bilan buni olaveradi. Demak, tushunarli bo'ldi. Xo'p, buni yuklab oldik. Ana endi menda kartalar bor deb qo'ya qolamiz. Bu bo'limdan ham o'tamiz. Yana bir qadamdan o'tdik. Ana endi mobil ilovani oling deyapti. Mobil ilova menda bor deymiz. Chunki mobil ilova bizda bor. Deyarli tayyor, tugatish uchun ilovani kiriting deyapti. Endi telefoningizdan ushbu akkaunt, ya'ni Islombek deb
biz nomladik. Shu akkaunt orqali unga kirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Videomizni ozgina pauza qilib turaman. Google Chrome ga kirib, Plickers.com saytiga kiramiz, ko'rib turibsiz va bu yerda Double Avance Android dasturini yuklab ol deyapti. Shuni bosishlik bilan to'g'ridan to'g'ri Play Marketga o'tib ketadi. Mana bu yerda men o'rnatib olganligim uchun открыть turibdi. Sizda esa установка ko'rinadi. Установканы bossangiz o'rnaydi. O'rnagandan keyin открытni bosishlik bilan ishlab ketaveradi. Va mana ko'rayotganingizdek, mana shu testni ichiga kirib olamiz. Mana 9 adad testni biriktirdik. Mana shu o'rtadagi tugmani bosishlik bilan skaner qilish boshlanadi mana. Mana telefonga ham akkauntni kiritib oldim, hurmatli ustozlar. Ekranimizda ham ko'rib turibsiz. Bajarildi deyapti. Xo'p, ana endi mana shu tuzgan testimizni nomini qanday qilib o'zgartirib qo'yishimiz mumkinligini ko'rib chiqaylik. Mana bu joyga kirib, testimizni nomlab qo'yishimiz ham mumkin. Ya'ni qanday qilib? Mana bu joyda testni nomsiz deb turibdi. Edit set. Ya, unday emas. Adashdim, kechirasizlar. Sizning kutubxonangiz mana nomsiz dedik turibdi. Mana bu joydan to'plam nomini degan joyga kirib yozib qo'yamiz. Test kompyuter texnologiyalaridan deb qo'yaylik. Mana testimiz ham tayyor. Ana endi biz nima qilamiz? Ana endi biz sizlarga ko'rsatib beraman. Mana bu telefon orqali kelinglar, telefonni kattalashtirib olamiz. Telefonimizda mana akkauntimiz o'sha hozirgi turgan Google akkauntda turgan kabi turibdi. 9-sinfga kiramiz va test ko'rinib turibdi mana. Testning ustiga bosamiz va mana bu tugmani bosishni boshlaymiz. Mana. Bu skaner qilishni kutib turibdi. Endi aytaylik, 3-o'quvchimiz ko'taryapti mana. E'tibor bering. Javob berdi. 2-o'quvchimiz javob beryapti mana. Mana. Bundoq bo'ling. Endi 1-o'quvchimiz javob beryaptilar mana. E'tibor bering mana. Ko'rdingizmi? Yashil bo'ldi. Demak, u o'quvchi to'g'ri javob berdi. Endi shunda siz nima qilasiz? Stop qilasiz. Navbatdagi savolga o'tish deysiz mana. Mana. Qo'lim tegib ketdi, kechirasizlar mana. Navbatdagi test. Yana bosasiz, skaner qilinadi yana. Mana. O'zini o'ziga videoga olish qiyin bo'lar ekan. Mana. Mana, qo'lim tegib qopti-da. Mana qizil Parizoda. Bu ham to'g'ri javob berdi. Bu ham to'g'ri javob berdi mana. 3tasi javob berib bo'ldi. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu joyda ko'rinib turibdi. 3tasi javob berib bo'ldi. Mana bu joyda esa qanday javob berilayotganligi o'zingizga ko'rinib turadi. Va Parizoda, Suroya bular hammasi noto'g'ri javob berishganligini ham bildirib turibdi. Ana shundoq tartibda ishlatiladi. Xo'p, endi bu testni natijalari qanday bo'ladi degan joyga endi ko'rib chiqamiz hozir. Mana testni mana bu tartibda bajarishdi o'quvchilar. Mana Parizoda 0, Suroya 0, Habibxon 50% ga bajaribdilar. Demak, birinchi testimizda faqatgina bir kishi to'g'ri topgan, uni ham Habibxon topdilar. Ikkala qizlarimiz esa noto'g'ri topishibdi deb baholaysiz. Xuddi shu tartibda ishlatasiz. Menimcha kerakli bo'lgan, o'rganish lozim bo'lgan joylarini biz ko'rib chiqdik deb hisoblayman.
Video davomida siz tushunmagan joylaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyasiga yozishingiz mumkin va men javob berishga harakat qilaman. Ustozlar kelishyapti, endi ularga ham yordam berishim kerak. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar ustozlar.